Burun ichki surtmalari havo tomchi orqali yuqadigan infeksion kasalliklarni oldini oladimi? Burun ichki surtmalari asosan shamollash va virus, bakteriyaga bog'liq bo'lgan kasalliklardan himoyalash maqsadida surtiladi. Lekin bugungi kunda tibbiyot shuni ko'rsatyaptiki, asosan burun surtmalari surtish tavsiya berilmaydi. Nima uchun? Sabab burunning ichki shilliq qavatida kirish dahlizida asosan kiprikli tukchalar bo'ladi. Bu tukchalar tashqi tomondan tushadigan virus, bakteriya va allergenlarga qarshi himoya refleksiga ega. Ya'ni ular tebranish hisobiga ularni ichki organizmimiz, ya'ni yuqori va ichki nafas yo'llarimizga kirishiga to'sqinlik qiladi. Biz u mazlarni surganimizda asosan bu kiprikchalarning harakati cheklanishiga sababchi bo'lib qolamiz va shunda virus, bakteriya va allergenlar organizmimizga hech qanday qiyinchiliksiz kirib boradi va bizning tez kasallanishimiz, shamollashimiz va allergiyaga duchor bo'lishimizga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bunday holatlarda asosan burun purkagich dorilardan foydalanish tavsiya beriladi. Javobingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.